Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilar. Bugun 2026-yil 19-mart sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 9:40 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 8387 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozirlarga mana shu Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. ekranda ko'rinib turgan 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekiston 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'li O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Birinchi o'li O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,217,250 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbekistonga 1,395,509 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbekistonga 145,119 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbekistonga 274,648 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbekistonga 25,077 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mi esa olsangiz 139,193 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni sizlarga umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz esa Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Anjirpay programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Shu programmada hozirda juda ham qulay kurslarda ketmoqda. Shu programmada hozirda Rossiyadan O'zbekistonga barcha kommunal to'lovlar hamda shu programma orqali 100 ming rubl pul jo'natadigan bo'lsa, sizga 400 rubl bonus qilib qaytarib beradi. Hozirgi kunda ko'rishlar mumkin 8477 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Zolotoy Korona programmasini ko'rsatib o'tamiz. Zolotoy Koronada $100 kursimiz 8724 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasi $100 kursimiz 8697 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida Uzbek promokodi bilan $100 kursimiz 8639 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8711 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8655 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasi 8477 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalari hamda naqd pul o'tkazmalariga ham $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygamda 8477 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. O'tkazma summasiga $100 deb yozamiz va promokodga KAZ promokodini teramiz. Qabul qilsak 20 rubl ekonom bo'ladi. Va ko'rishlar mumkin. QuickPay programmasi $100 kursimiz 8620 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 19-mart Moskva vaqti bilan soat erta bilan 9:47 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Anjirpay hamda MP programmalari bo'lmoqda. Ya'ni Anjirpay programmasida ko'rishlar mumkin 8477 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Visa karta hamda naqd pul o'tkazmalariga MP programmasida ham
$8477 rublimiz naqd pulda ham, Visa kartaga ham $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumot to'g'risida eslatib o'tamiz. Ushbu Anjir Pay hamda MP programmalari orqali Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natadigan bo'lsangiz, ya'ni naqd pul o'tkazmasini amalga oshiradigan bo'lsangiz, 7 talik kod bo'ladi va O'zbekistondagi Garant bank va Universal banklarda shu pul jo'natmasini bemalol naqd pul qilib, ya'ni dollar qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamisi haqini rublni ustiga qo'shib bir yo'la hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjir Pay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atigi 10 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Salom Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141 ming 20 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi, uzr kechirasizlar, 14 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mirpurlagi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming 420 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Shu programma mana ko'rishingiz mumkin, ishlamayapti. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141 ming 284 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programma 97 rubl kamisi qo'llanadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Shu programmada har oy 20 ming rublgacha limit beradi, ya'ni 20 ming rublgacha sizdan hech qanaqa komissiya qolinmaydi, ya'ni 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 137 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Karon programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. Va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming 747 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 141 ming 301 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 137 ming 315 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 137 ming so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi 1000 rublimiz 137 ming so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 137 ming so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi 1000 rublimiz 137 ming so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasi 1000 rublimiz 138 ming so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2026-yil 19-mart Moskva vaqti bilan soat erta bilan 9:51 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada 1000 rublimizga 10 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142 ming so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi programmamiz esa MP programmasi bo'ladi. Ya'ni shu programmada 50 rubl 14 rubl kamisi qolinadi, ya'ni kartangizdan 114 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga
142 ming so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.